Bir podsho payg'ambarga jahl qildi. Jannat jannat deysan, men o'zim jannat quraman, o'zimni qo'limdan keladi jannat aytishing. Ta'riflab berding jannatni, o'sha jannatni men shu yer yuzida qilaman. O'zimga yarasha kuchim bor meni dedi. Kattadan katta bog'ni tanladi. Unga butun yer yuzidan har xil daraxtlarni, hatto buyruq berdi, zo'rlab sutlarni, maylarni oqizib turishlikka ariqdi. Har bir joylariga yoqutlar, endi qanday tavsif bo'lsa butun podshohlik xazinasini shu jannat qilaman deb shunga urishtirdi-da, ertaga jannat ochiladigan kuni otiga minib viqor bilan mana hozir jannatimni hammang ko'rasan, o'zim mana o'sha yerda yashayman deyotganida ozgina qolganda bir odam ot jilovini ushadi, hech kim boshqa odam uni ko'rmayapti. Kimsan, qoch dedi. Azroilman dedi. Jannatingni ko'ra olmaysan. Umring tugadi. Tamomsan. Men shuncha yil qurdirdim, butun xazinamni ishlattirib, bir marta ko'rib keyin jonimni ol, yo'q. Shu otdan yerga tushasan, joning chiqadi. Shuncha xizmatkorlar u bu desin, ot o'zidan o'zi bir sakruvdi, otdan yiqildi, o'ldi, og'zidan qoni kelib.